yoshligimdan o'sha onalarning keng ko'ylagi bo'ladi, o'shalarni qaytadan bichib tikib nima qilardim. U yerda moda dizaynga emas, ko'proq chertur chizardim-da. Adam rahmatli mana shunaqa ishlar qilganlar-da, o'shaning ichida o'sganmiz. Muhit shunaqa bo'lgan deb o'ylayman. Bundan tashqari o'sha maktablarda mehnat darslar bo'lardi, har bir narsani tikib olib borsam xursand bo'lardim-da. Undan keyingi sabab menimcha o'sha oilali bo'ldim, farzandlar bilan uyda o'tirib ham ozgina daromad manbaini xo'jayinimga qanaqadir yordam berish maqsadida sekin-sekin o'sha zakaz olib boshlaganman. O'sha zakaz olib har bitta klientni xursand qilib jo'natganim, xursand qila olganim ham menga motivatsiya bergan deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, faqat pulli daromadni o'ylamaslik kerak, lekin majburiyat bo'ladi-yu. Bu majburiyat xo'jayinimniki deb bilmaganman-da. Kvartirada turibmiz hamma majburiyatni baravar his qilganman. Men ishlayapman deb oilani tashlashmas yoki oilada o'zini sal boshqacha tutishmas. Va masalan, haligacha xo'jayinimdan beruxsat ish qilmayman. Misol uchun rahbar bo'lay, men baribir ularga ayolman. Men o'tgan kunim hech biriga afsuslanmayman. Har bir qilgan ishimdan aksincha mag'rurlanaman, chunki mehnat qila olganman, qo'limdan kelsa yordam bera olganman. Hech bir qilgan ishimdan afsuslanmadim. Balki bo'lgandir, bir kimnidir ishchilarimni xafa qilib qo'yganim yoki bir balki xo'jayinimni bir xafa qilib qo'yganim, lekin hech bir ishimdan afsuslanmayman. Orqaga qaraganda nimani eslaysiz deysiz? Men faqat qiynalib mehnatimni eslayman. O'sha dajmam peshonamga og'riq turadi, o'sha qiyinchilikni eslasam. Afsus qilmayman hech qaysi. Prezidentimiz shu kichkinagina harakatimizni ham e'tiborsiz qoldirmadilar. Davlat mukofoti bilan mukofotlandim. Shuning uchun ham aytamanki, har bitta ayollar o'sha davlatimiz tomonidan berayotgan imtiyozlardan foydalansa, hech ham kam bo'lmaydi deb o'ylayman. Men ish faoliyatimda bir nechta insonlarni ishini qilib berganman-ku. Nimasini qildimiz, Sarpola tikdik boshida filmlarga ishladik, bir 3 ta film ishlab berdim. O'sha Baron, Timur, Daydi degan filmlarni ishladik. Undan tashqari o'zimizning mahalla ko'yidagi kelgan onalar, nimalar qizim deb duo qilib, har nimada duo qilib ketishadi. İçim to'ladi ularning duosidan. Mana hozir bir qancha biznesmen ayollarni ko'rdim. Mana ayollar assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldim. Yerda bir qancha biznesmen ayollar bilan suhbatda bo'ldim. Xitoydan kelgan o'sha delegatsiyalar bilan birga bo'ldik. Ularning nimasi bilan bizni ayollar ham kam emasda. O'zimizdan keyingi yoshlar, hozirgi harakat qilayotgan yoshlarga birinchi navbatda aytardim, harakatdan to'xtamasinlar. O'zini ustida ishlashdan to'xtamasin. Hamma qiyinchilik bo'ladi, hamma narsada. Agar siz bir biznesni boshlab, ish boshlamasangiz ham boshqa muammo turibdi oldingizda. Yo'qchilik, qiyinchilik, finansiy tarafdan qiyinchilik turadi. Yo'q, o'sha muammodan ko'ra mana shu biznesdagi muammo. Lekin biznesga qadam qo'yishga qo'rqish kerak emas. Nega? Biznes oldidagi qiladigan bir qancha vazifalarni ko'pincha muammo deb qaraymiz-da. Uni muammo emas, vazifa deb qarash kerak. Har bir vazifani bo'lay bilan vazifalarni bajarib boraversa, albatta maqsadga erishadi. Tim bo'lib bizning davlatimiz tomonidan biz ayollarga yaxshigina maqom berib qo'yilgan. Ayollar ham erkaklar bilan baravar teng degan maqomgacha berdilar. Hozir bizlarning kichkinagina mana koshonamizga to'satdan kirib kelib qolsalar, albatta xursand bo'lardim birinchi navbatda. Va bizga berayotgan imkoniyatlariga albatta minnatdorchilik bildirardim. Har bir qilgan kichkinagina muvaffaqiyatimizni ham, har bir qilgan harakatimizni ham mag'rurlanib aytib bergan bo'lardim. Uchinchidan tashrifidan albatta xursand bo'lardim.